juda ham jiddiy tayyorgarlik ko'rishgan, chunki revansh kayfiyati bor. O'tgan mavsumdagi 4 ta mag'lubiyat hali yodidan ko'tarilgani yo'q Madridning. Barselona o'z rejalari bor. O'sha 4 ta mag'lubiyatni taqdim etgan Hansi Flick ishlashda davom etyapti. Jamoani sayqallashtirishda davom etyapti va yo'qotishlar bilan kurashishda davom etyapti. Fede Valverde hamda Frenkie de Jong jamoa sardorlari sifatida bugun harakat qilishadi. Mana bardagi mutaxassislar Javier Iglesias, Mario Milero ular haqida aytdim boya. Shu xonadan ham ish hal qilinadi. Pau Cubarsí o'zi Barselonada yosh yigitlar, 20 ga to'lmagan yigitlar liderlikni o'z qo'liga olishgan. Cubarsí himoyada, Yamal hujumda, markazda ham bor mana shunday potensial egalari. Lekin bugun deylik Casado zaxirada qolgan. Pedri endi uni yosh iste'dodlar qatorida emas, eng cho'qqiga chiqayotgan iste'dodlar qatorida e'tirof etishimiz kerak. 23 yoshli futbolchi. Ikki klub prezidenti yonma-yon birga kuzatishadi. Bu degani hozir ancha iliqlashgan munosabatlar. Endi eng iliqlashgan davrida ham baribir o'zaro bir-biriga o'q uzishlar bo'ladi. Media orqali, har xil yo'nalishlar orqali futbol maydonida bu kayfiyat aks etadi odatda. Masalan, qaysidir klubda rahbariyat bilan bog'liq muammolar kuzatilsa, o'sha klubning o'yini pasayishi ham borgan. Vinicius, Yamal, janjalkashlar, mehnatkashlar, super talantlar, barcha tayyor. Do'stlar, uchrashuvni Real boshlaydi. Mezbonlar ketdi. Ikkala jamoaga omad yor bo'lsin. Qiziq o'yin ko'raylik. Va keling tarkiblar bilan tanishib olamiz. Dastlabki daqiqalardan mezbonlardan boshlaymiz. Odatga muvofiq darvozada Realda Thibaut Courtois birinchi raqam. Himoya markazi 3-chi Eder Militao, 24-chi Dean Howson. U qaytdi, jarohatdan qaytishi bilan uni asosiy tarkibda tushiryapti Alonso. Chunki himoyada muammolar bor. Masalan, Trent ham tuzaldi, Carvajal ham tuzaldi, lekin ular asosiy tarkibga tushgani yo'q. Real pressing bilan boshlagan edi, lekin xatoga yo'l qo'ydi. Maydon markazida Barselona hujum boshlashga tayyorgarlik ko'ryapti. Birinchi duel Carreras va Yamal. Mana shu qanot e'tibor markazida bo'ladi. Uchrashuv boshlanishi